harakatsiz qotib qolgan. Sizga suyak yemirilishi tashxisi qo'yildi. Ba'zi bir insonlarga osteoxondroz va kirjani boshlanishi. Yana ba'zilarga esa revmatizm, artroz, artrit kasalliklari bor. Ba'zilarni bo'g'imlar orasidagi sinovial suyuqligi so'rilib ketib, bo'g'imlarda tuz yig'ilgan, ba'zilarni harakat cheklanib qolgan, ya'ni oyoq qo'l harakatsiz qotib qolgan. Mana shulardan masalalarga hozir borkan, majmuaviy giyohlar jamlamasini o'rgataman. Bu birodarlar barcha ziroatchi aktorlarda mavjud va topish oson. Yozib olishga harakat qiling. Imkon darajasida videorolikni saqlab qo'ying. Birinchisi, qarang do'stlar. Galiga giyohi. Ikkinchisi esa barchamiz bilamiz. O'rmon qora o'simligi, ya'ni ildiz bu. O'rmon o'rama ham deb aytiladi. Uchinchisi esa bu ham chetdan keladi. Biryozoy pochki. Giyoh. Ko'ryapsizlarmi? Biryozoy pochki. Kurtakchilar. To'rtinchisi esa mana barchamiz bilgan sabinlik, bolotnik. Beshinchisi esa O'zbekistonda ham bu mavjud, Qozog'istonda ham bor. Mana barchamiz bilgan o'sha qorantis giyohining ildizi. Ruschada esa deviasiv kori deb nomlanadi do'stlar. Ana shulardan teng miqdorda, ya'ni 50 gram yoki 100 gramdan topasiz va ezib maydalab aralashma tayyorlaysiz. Aralashmada har kuni bir osh qoshiqni 600 gram yoki 1 litr qaynoq dog' suvga solib 2 soat damlab, kun davomida ovqatdan 1 soat oldin yoki keyin iste'mol qilasiz. 2 oydan 5-6 oygacha bemalol qo'rqmasdan. Xudo xolasa yuqorida barcha aytib o'tgan kasalliklarni bittada davolab berish xususiyatiga ega. O'sha kasalliklarning bittasi bo'lsa ham mana shu mahsulotlarni qiling, xudo xolasa tanangizdagi og'riqlardan butunlay qutulib ketasiz. Agarda 5 oy davomida iste'mol qilaman, lekin tayyorlash imkonim yo'q, tushunmayman desangiz, mana bizlarda tayyor poroshogi bor, 8 xil giyohdan qilingan. Bundan tashqari va poroshoqni iste'mol qilmaydiganlar uchun tayyor mana toza asalga tayyorlangan malhamlar ham mavjud. Agarda videorolikimiz ma'qul bo'lsa, like, report, obuna, istak chiqmas. Xullas barchangiz sog' salomat bo'ling.